Hozir mashinaga gaz o'tirishdi. Ko'rsatib beraman. Bu gaz shlanka. Burada 100 gaz var. Bu hali toza qo'yildi. Hep yangi balon. Bir uchini bunga qo'yib suqamiz. Oxirida chekirish kerak. Keyin kranikni, zapravishnikni ochib qo'yamiz stakansa. Mana endi gaz bar mashina zapravishnikini ostdan ochamiz. Bu ochiq turgan bo'lsa, avariya keladi. Buni yopib qo'yish kerak. Mana bunu yaptık. Bu shlenkadagi gazni chiqarib uchun qo'yilgan narsa bu. Mana endi gazni ochamiz. Mana shunday ses chiqadi bunda, ovoz chiqadi shunday. Hozir buni qancha o'tganda yopib ko'ramiz. Yopdik. 30 gaz o'tibdi hali. Yana ochamiz. Mana endi balonlar tenglashdi. Buni yopamiz. Oxirigacha zapravishnikni yopdik. Keyin bu zapravishnikni yapamiz. Ham yopildi oxirigacha. Mana keyin endi bu shlanka gaz o'tkazadigan shlankadagini gazini chiqarib tashlaymiz. Mana qilib gaz mashinadan mashinaga zapravka bo'ldi. Qo'yib qo'yamiz. Shunda hozir 40 gaz o'tdi bundan. 100 gaz bor edi. 40 gaz o'tdi.